Sizga maslahatim karam, oddiy karam olasiz, kapusta. Shu sharbatini chiqarib, og'riq bor joyga qo'yasiz, ya'ni shishlarni qoldirishga yordam beradi, gematomani qoldirishga yordam beradi, og'riqlarni qoldirishga yordam beradi karam. Bundan tashqari, chuvalchang, zo'r yordam beruvchi. Chuvalchangni topasiz, yerdan tozalab, yomg'ir chuvalchangi kerak. Buni maydalab, yuvib tozalab, maydalab taqon holatiga keltirasiz. Ham buni iste'mol qilasiz. Yana qo'shimchasiga yarim litr spirtga 100 grammdan oshiqroq 100 grammdan oshiqroq chuvalchangni quritilganini soling. 20 kun davomida tursin. 20 kun davomidan keyin og'riq bor joylarga surtib borsangiz, bunda og'riq qoldirishga juda effektivroq yordam beradi. Ya'ni spirt aralashgan chuvalchang.